Maktab faxri, Asinov kelibdimi? Faqat qizlar bilan bellashadi. Hay, endi B'ni bolalari qizlarning orqasiga bekingandan keyin kim bilan bellashamiz? Hoy, nima bo'lyapti? Nimani bo'lisha olmadilaring? Bo'ldi, hol qiling. Qani tez ham men darsimga kirchi. Bor darsingga. Salom. Hali gaplashamizsanmilar? Rahmonjon. Bugun darsdan keyin sinfdoshlar bilan parkka bormoqchi edik. Borasanmi bizlar bilan? Yo'q. Ukam uyg'onib tashlashim kerak bu. Mayli. Oling to'xtat. Mana sanga. Menga Menga qara. Bizlar sinf bolalar yonida vashcha ko'rmaysan, tushundingmi? O'rtasidan qo'yar dedim senga. Maktab bahorni ishlari qalay? Qattonligim gap-a? Hamma biladi-yu, kecha Shohruh xuribsiz-ku. Ha, sen bu gaplarni qo'y. Undan ko'ra o'qishingni qil. Tirnovkangni qil. Xo'p aka. Ibrohim, Nima? uyga o'zing bora olasan-a? Oyim so'rasalar nima deydi? Qo'shimcha darsga qoldi degan. Xo'p. Davay. Assalomu alaykum, qo'shimcha dars. Qalaysan? Yomon. Nimaga? Hazillashdim. Yaxshi. Ketishmi? Qayerga? Aylanamiz. Mayli. Shu Rahmatjon ham jonimga tegib ketdi-da. Menga ham Parvina umuman yoqmayapti. Menda bitta plan bor. Faqat sen yordaming kerak. Shohruh san bilan darsdan keyin birga urushmoqchi ekan. Maktab orqasida. Men bolalarga yig'olman o'sha. Birga bir degan bo'lsa shart emas bolalar. Shohruhni bilasan o'rta, talpa bo'lib ketadi. D sinf ham как раз bizga tarafda. Biz boramiz, ishongan? Talpa shakalda bo'ladi.